$4000 olib aldab ketishgan. Aziz do'stlar, bilasizlar, bugungi kunda ishonchli mebelchi topish juda ham qiyin. Yoki mebelchi aytilgan vaqtda qilib bermaydi tayyor mebelni, yoki pulinglarni olib aldab ketadi, yoki umuman telefonlarni ko'tarmaydi. Men boshida remont qilayotganimda shunaqa bir vaziyatga duch kelganmanki, mebelchilar pulimni olganda zaklad qilib $4000 olib, keyin yo'q bo'lib qolishgan. Xudoga shukr, bu safar bunaqa muammo bilan duch kelmadim. Abdushukur Projectga murojaat qildim. Bemalol ko'nglimni xotirjam qildim. U yerda malakali ustalar, o'zini ishini professional darajada bajaradigan insonlar, dizaynerlar, misol uchun uylardan eski mebellarni olib ketib, restavratsiya qilib yangi holatga keltirib berishadi. Yangi mebellar ham qilib berishadi. Premium klassdagi yuqori sifatli mebellarga ham juda ham chiroyli javob berishadi va qilib berishadi. Dastavka xizmatlari bor. Alohida Shukur akaga men minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zimga ravo ko'rganda sizlar bilan bo'lishkim keldi, chunki obunachilarim ichida men ishonchim komil, juda ham ko'p insonlar bo'lsa kerak mebelchilardan kuygan. Shuning uchun haqiqatdan chin dildan tavsiya qilaman. Xullas azizlar, premium klassdagi mebellar kerak bo'lsa, Shukur akaga bemalol meni nomimdan murojaat qilasizlar. Chiroyli chegirma kafolatlangan.